Assalomu alaykum. Bugun biz Windows'da ko'p ishlatiladigan yana bir qural ekrandan surat tutish yoki ekranni simga olish quroli Snapping Tools degan qurolni qanday ishlatishni ko'rib boqaylik. Oldi bilan bu qurolni qanday qo'zg'atamiz deganda vazifa baldaqdan izlagishni chekib Snapping Tools deb yozsak bo'ladi. Asni bisib qo'ysak ham, burun ishlatgan bo'lsak, shu zaman ko'rindi. Mana Snapping Tools degan qaychining surati va shu qurol shu ko'ringandan keyin cheksak qo'zg'aldi. Yoki bo'lmasa boshla topchini chekib, ma yumshoq detallarningki tizimlikida bormi yo'qmi ko'rib boqamiz. Agar bu yerda bo'lmasa, barliq applar deganni chekib, ostiga siyirsak Snapping Tools deb mana. Va buni cheksakmi bo'ladi. Qo'zg'aldi. Bu qurol intayin qulaylik. Masalan, Windows logosini Shift'ni S'ni bassak, bu tiz knopkasi ekan qo'zg'aldi ekan. Masalan, Windows logo knopkasi Shift S. Mana ekran kesish qurish uchun shakl sizish debdi. Ya'ni biz hozir o'sha ekrandan surat tutsak bo'ladi degan gap. Masalan, men o'ng burjakni ekran kesmasini tutaylik. Hozirgi ekranni tutish holati tik to'rt bo'lonliq debdi. Yoki xohlagan shaklda bo'lsa, masalan, shuni o'zini tanlaylik. Da jumla qilib. Sol tarafni chekib turib, va surdik. Mana bizga ekran tutib berdi. Xohlagan shaklda. Bizning hozir ekran tutgan holatimiz, ya'ni ekrandan tutgan surat ma'lum. Undan keyin biz tik to'rt bo'lon shaklda tuta olamiz. Masalan, qaytib kelaylik. New, ya'ni yangisini chekdik. Chekkandan keyin masalan, vazifa baldoqni tutaylik. Sol tarafni chekib turib, sursak, hozir bizning tanlaganimiz xohlagan shakl shundaqmi? Mana o'zgartirishimiz kerak. Bundan mayada chekib tik to'rt bo'lon deganni tanlasak yoki ko'znak deganni tanlasak bo'ladi. Masalan, tik to'rt bo'longa o'zgartiraylik. O'zgartib bo'lib qaytib kelaylik. Yangi deb M'da qo'shish belgisi o'zgardi. Sol tarafni chekib turib so'rsak, mushtairni bizga ekran kesmasini surat sifatida tutib berdi ekranda. Yoki bo'lmaydi, masalan, bir ko'znakni ham Window mode desak, masalan, bir ma programmani qo'zg'ataylik, tor ko'rgini. Tor ko'rgi yangilanibdi ekan, shunga bu masalan, shu Microsoft Edge degan tor ko'rginingki, mush ko'znakning o'zini biz ekran kesmasini tutmoqchi. Qanday qilamiz deganda, Snapping Tools'ni ochdik, undan keyin yangi desak, ayadan biz tanshakni o'zgartiraylik. Mana ekran ko'znakka. Bizga ko'znakni butun ekranni tutib berdi. Butun ekranni. Hozir butkul ekrandan bizga bir parcha surat tutib berdi. Ayadan tanlab Window mode deganni tanlab qo'yaylik. Tanlagandan keyin yangi deylik. Ma ko'znakni chekib qo'ysak ham, Microsoft Edge degan ma ko'znakninki o'zini ham tutib berdi. Undan keyin ba'zi bir o'zgartirishlarni ilib borsak bo'ladi. Masalan, ma'lum yana eskartmoqchi bo'lsak, mana bunda bo'yab qo'ydigan yoki chambarga qo'ydigan bo'lsak, mana cheksak, qalamninki rangi qalamning inchik tonligi. Masalan, biz yeşil rangni tanladik. Undan keyin chashqinakni besib turib, masalan, YouTube deganimda belgiga qo'ymoqchi bo'lsak, belgiga oldik. Saqlab qo'ysak. Saqlab etsak, saqlaydigan yer ko'rindi. Masalan, shu picture deganning ichida saqlangan suratiga yerdan saqlab qo'yaylik. Saqladik. Undan keyin ma'lum joyni yo'ritib ko'rsatgan bo'ldi. Rengini masalan sariq, yeshil, qizil degandek tanlag'ili bo'ldi yo'ritishning rengini. Masalan, sariq bo'yicha tursin, sol tarafni chekib, masalan, bunda sursak, yo'ritib berdi. Yoki men sizg'ish degan qurol bor, men sizg'ishda yiqa kelib qo'yib turib, endi ma'ni sursak, masalan, yeshil deb qo'yaylik, yo'ritsak tuz sizg'il bo'ldi.
Bayı egir bugir sızıp kaldık-ku. Ma sizge şunu çıkarıp koyup sızsak, yoruşsak mesela mana tüpsine. Bizge tüz sızıp berdi. Azırak üstügirek sizge şunu çekip, sizge şunu üstügirek sürüp, onundaki rengini tanladık. Yeşil turuyversin. Boysak tüz sızgı oldu. Bu iqtidarnama adetde köpünçe ekrandan surat yoki resim tutgan vaqtida işletsek tamamen bo'ldi. Ondan keyin man xat yozadigan, ondan keyin atrofini kesib tutadigan shu bo'lib qolsa, man crop deganni ishlatsanglar, man crop deganni ishlatibman masalan, ortiq yerni kesib o'taman desak, man kichikiltib ekranni. Qo'sh yo'nalishlik sirliq o'zgargandan keyin masalan, mada ayrinib qoldi desak, unda suriblar qo'sh chekib etsak yoki interni besib etsak, bizga kesib berdi. Eslik keltiraylik. Eslik keltiraylik. Biz snipping qurolida, ya'ni snipping tools degan quroldan foydalanib, ekrandan video, ya'ni sin tutishni ko'rib o'taylik. Snipping toolni qo'zg'atgandan keyin mana bu tor ko'rgichniki ekrandan sin tutaylik. Hozir tanlashda surat tutish tanlangan, biz sin tutishni tanlaylik. Sin tutishni tanlagandan keyin Windows logo knopkasi, undan keyin Shift, undan keyin R ni boshlasak, xotirlashni boshlaydi. Windows knopkasi Shift S. Dairəni tanladık. Ondan keyin Start degan topchini chekdik. Ondan keyin mana yerda mikrofoningizni ziyorat qilsinmi deganni adaylik. Endi biz shu tor ko'rgining ekranidan surat, ya'ni video tuta olamiz. Masalan, mana yerda biz uyg'urcha izlab boqaylik. Kirgizgichni ichib, Zohir Burxon Vatan degan naqshni izlab boqaylik. Vafosiz yor degan naqshni topadi. Vatan. Cho'lpon keldi. Vatanimki. Masalan, shu videoni izlaylik. Endi qo'yib baqsaq, biz boya ekrandan yig'an mashg'ulotni Snipping Tools bizga xotirlab saqlab berdi. Saqlashni cheksak, saqlaydigan o'rnimizni ko'rsatib qo'ydi. MP4 shaklda saqlay olamiz. Captures degan yerga saqlab qo'yaylik. Saqlab etdik. Mana boya biz ekrandan tutgan 1 minutlik video. Oldi bilan Snipping Tools'ni ichib, ekrandan kameraning surati, ekrandan surat tutish. Mana sinalg'ining suratini cheksak, ekrandan video tutish. Masalan, biz Google tor ko'rgini ichib, Google tor ko'rgida masalan bir narsani izlab boqaylik. Masalan, Uyg'ur xalq naqshlari degan izlamoqchi bo'lsak, masalan, mana recording deganni chekib qo'yib, Windows knopkasi Shift
S. Ondan keyin dairesini belgilaymiz. Sim tutamiz recording. Ondan keyin nani tutadiganligimizni belgilaymiz. Belgilab bo'lgandan keyin startni chekamiz. Çeksek hozir videoni tutishga boshladi. Biz Uyg'ur xalq naqshlari deb izlab boqaylik. Birmuncha naqshlarni ko'rsatadi. Masalan, YouTube'dan Uyg'ur xalq naqshlari deganni chekib boqaylik. Bizga birmuncha naqshini tepadi. Endi videoni sing'ilishni to'xtataylik. To'xtatdik. Mana bayaq qilgan mashg'ulotlarni bizga ko'rsatib berdi. Qo'yib boqaylik. Qo'yib berdi. Videoga ekrandagi mashg'ulotni videoga oldi. Agar sizda boshqa ekran tutish qurollari bo'lmagan ahvol ostida shu Snaping toolsdan foydalanib ekranda ma'lum mashg'ulotni singa olasiz. Ekrandagi ma'lum suratni tutib surat sifatida saqlab olasiz. Odatda bu suratlar rasmlar degan ichidagi ekran ko'rinishlari degan saqlanadi. Yoki o'zingiz saqlagan yerni esangiz tutib olsangiz shu saqlanadi. Ondan keyin men videoni saqlab olsak bo'ldi. Saqlaymiz deganni tanladik. Masalan video capture deganni ochib saqladik. Saqlaydi. Saqlab oldik. Saqlab olgandan keyin ichib boqaylik. Qo'sh chekdik. Sinlar deganni ichida masalan mana screen recorder deganni ichida mana bu ikki simni xotirladik. Üstüge o'rlaylik. Uniki ulanma. Mana bu 19 megabayt, mana bu 7 megabayt. İkisini tutibdi. Rasmning ichida ekran ko'rinishida ma'ni tutibdi. Biz tutgan surat. Bugun biz Windows mashg'ulot sistemasidagi ekrandan surat va sim tutish quroli Snaping tools'ni qanday ishlatishni ko'rib o'tdik. Keyingisida ko'rishaylik. Allohga emanet.